Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan o'tgan darsda bergan mashqimni noldan tuzib ko'ramiz va buni tushuntirib beraman. Bundan oldin sizlar o'zingizlar qilib ko'rganinglar bo'lsa, uni solishtirib ko'ringlar. Data struktura va algoritm kursida asosiy narsa meni yechimim emas, sizlarning yechiminglar hisoblanadi. Sababi sizlar o'zingizlarni qanaqa qilib muammoga yechim topishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Men sizlarga o'tgan darsda beruvdim. Nima beruvdim? Bizda Java'da farqi yo'q, qanaqa til bo'lishidan qat'iy nazar. O'zi statik bo'lgan arraylar, agar arrayimiz statik bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ichiga boshlang'ich size beradigan bo'lsa, misol uchun ichiga 3 ta narsa sig'sin deydigan bo'lsa, boshqa narsa sig'maydi. Biz shuni men sizlarga mashq beruvdim. Shunaqangi qilinglarki, buni boshlang'ich 3 ta deb yozsanglar ham keyin xohlagancha qo'shsa bo'lsin, ya'ni o'zgaruvchan bo'lsin, ya'ni dinamik qilinglar dedim. Mana shu narsani nima deydi, bugungi darsda o'zimiz qilib ko'ramiz. Bundan oldin sizlarga yana bitta vazifa beraman. Agar bu vazifani yecha olmasanglar, Telegram kanalimga kiradigan bo'lsanglar, Telegram kanalimda Farruh Developerga kiradigan bo'lsanglar, mana poiskga Farruh Developer deb yozsanglar chiqib keladi. Shu kanalda men yechimlarni tashiyman. Xo'p, shu kanalga kirsanglar, mana o'tgan safar ham misol uchun darsda yechimni tashiganman. Mana mashqda yozish kerak bo'lgan kodni bossanglar, Telegram kanalimda bor hammasi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz sizlarga buni yechimni berishdan oldin sizlarga bitta topshiruv beraman. O'zingizlar qilib ko'rasizlar. Bu keyingi darsga tekshiradigan uyushim bo'ladi. Xo'p, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, nima qilasizlar? Qaranglar. Bu yerda men qo'shiq qilib qo'yganman, lekin hali bizda o'chirish degan narsa yo'q. Nums deb bitta remove add degan funksiya yozasizlar-da. Remove add funksiyasi bunga indeks beradigan bo'lsanglar, qanaqadir, misol uchun 0 dan boshlanadi indekslar, bilsanglar kerak. 0 bersanglar, bu o'chirib tashlash kerak, mana bu 10 ni o'chirib tashlash kerak. Agar misol uchun 3 beradigan bo'lsanglar, oxirini o'chirib tashlash kerak. Agar yo sonni beraveradigan bo'lsanglar, misol uchun 30 ni beradigan bo'lsanglar, -1 qaytarish kerak. Xo'p, mana shunaqa qilib o'zingizlar qilib ko'rasizlar. Ikkinchi narsa, misol uchun ekranga nums deb index of degan bitta metod yozinglar o'zingizlar. Bu hammasini o'zingizlar yozishingiz kerak. Qo'lda yozib chiqasizlar. Bunaqa metod yo'q hali. Mana ko'rasizlarmi? Qizil chizayotganning sababi bunaqa narsa yo'q. Index of ichiga biror bir sonni yuboradigan bo'lsanglar, misol uchun 30 ni yuboradigan bo'lsanglar, 30 ni indeksini ekranga chiqarish kerak mana. Println bilan. Misol uchun 30 ni indeksi mana 0, 1, 2, ikkinchi indeks chiqaradi. Agar bu yerga 20 yuborsanglar, birinchi indeksi, 40 yuborsanglar, uchinchi indeks chiqaradi. Agar yo sonni yuboradigan bo'lsanglar, 300 ni yuborsanglar, -1 qaytarish kerak bo'lsin. Mana bu bugungi sizlarning topshirig'inglar bo'ladi. Ana endi topshiruvni tushungan bo'lsanglar, sizlar bilan xo'p, buni boshdan tuzib chiqamiz. Buni o'chirib tashladim. Mana addlar ham yo'q. Mana hammasini o'chirib tashladim. 0 dan boshlab tuzib chiqamiz. Birinchi qiladigan narsamiz, biz bitta public class ochib olamiz. Hop, public klassimiz nomi bo'lsin, array bo'lsin. Hop, xohlagan nominglarni bersanglar bo'ladi. Misol uchun my array desanglar ham bo'ladi. Farqi yo'q umuman. Misol uchun my array deb qo'ydim. Farqi yo'q. Xohlasanglar array deb qo'yinglar. Endi qiladigan ishimiz, biz oddiy arraydan foydalanib turib dinamik array yasashimiz kerak, ya'ni o'zgaruvchan array yasashimiz kerak. Tasavvur qilinglar, bizda hozir ma'lumot turlari juda ham ko'p. Shuning uchun hozir soddaroq bo'lish uchun faqat integer uchun qilaman, ya'ni butun sonli uchun qilib beraman. Sizlar qolgan ma'lumot strukturalari uchun hop generiklardan foydalanib o'zingizlar yasab ko'rsanglar bo'ladi. Endi kelinglar, buni private qilaman. Faqat private deyman. Integerlarning arraysi bo'lsin. Items deymiz. Ya'ni narsalar. Istalgan ichida sonlarni saqlasak bo'ladi.
Endi boshlang'ich buni size, ya'ni bizada user bizada hech balo kiritmaydigan bo'lsa, boshlang'ich size bo'lsin. Buni 10 ga teng bo'lsin. Ya'ni ichida 10 ta narsa saqlolsin. Agar foydalanuvchi misol uchun ichiga 10 ta narsa qo'yaman demasa, hech balo bermasa, 10 ta sig'asin boshiga. Ana endi bizada int deymiz, indeks yozib olaman. Indeksimiz 0 dan boshlansin har doim. Ya'ni arraylar bilasizlar, xotirada ketma-ket joylashadi. Shuning uchun indeksni 0 dan boshlab qo'ydim. Ana endi bizada bitta konstruktor yozib olaman. Public deyman. Array deyman. Agar menga initial size beradigan bo'lsa, ya'ni boshlang'ich qiymat beradigan bo'lsa initial size'ni, mana bu hozirgi size variable'imizni initial size'ga tenglab qo'yaman. Items bo'lsa, mana bu items new int deb turib, ichiga size berib qo'yaman. Juda ham yaxshi bo'ldi mana. Xo'p. Package name qo'yib qo'ydim. Mana package name qo'yib qo'ydim. Agar bizga konstruktor bermaydigan bo'lsa-chi narsani, umuman bermaydigan bo'lsa, hech balo bermaydigan bo'lsa, prosta size berib qo'yaman itemsga. Ya'ni 10 ni oladi boshlanishiga. Ana endi bizlar sizlar bilan nimani yozishimiz kerak? Add degan funksiyani uyga berdim. Ya'ni buning ichiga narsa qo'shishimiz kerak, xohlagancha narsa qo'sha olishimiz kerak bo'lsin. Buning uchun public deyman, void deyman, add deyman. Ya'ni hech balo qaytarmasin add bosganda hozircha. Int deymiz, item qo'shib kelsin bizga, ya'ni son kelsin. Shu sonni biz nima qilishimiz kerak bo'lsin? Birinchi navbatda mana bu itemimiz to'liq qolmaganmi, yo'qmi tekshirib olishimiz kerak. Misol uchun tasavvur qilinglar, biza bu yoqda add qilyapti-da, 10-item emas, 11-itemni qo'shyapti, misol uchun. O'sha to'lib qolgan bo'ladi, to'g'rimi? To'lib qolgandan keyin biza birinchi tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. If deyman. Indeksni tekshiraman. Mana shu kelgan indeksim itemsi length'idan, ya'ni uzunligidan katta yoki teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bu arrayni men bitta funksiya yozaman-da, resize degan. Shu arrayni nima deydi? Kattalashtirib yuboraman. Mana bu arrayni o'zgartirib yuboraman, katta qilib yuboraman. 10 ta emas, endi misol uchun 20 ta sig'adigan qilib qo'yaman. Agar bunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, indeksi demak qo'shib ketaversak bo'ladi bemalol. Hozir resize funksiyasini endi yozaman. Ya'ni agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, indeksga qo'yaman-da, bitta keyingisiga o'tkazib yuboraman, indeksni oshirib boraman, itemni qo'shib qo'yaman. Endi resize funksiyamiz private bo'lsin. Boshqalar foydalanib qo'ymasin bu funksiyani. Faqatgina shuni ichida ishlatamiz bu funksiyani. Xo'p, birinchi navbatda bizga sig'may qolgandan keyin mana bu bizda size bor mana bu yerda, to'g'rimi? Shu size'ni o'zgartirishim kerak bo'ladi. Size aytaman. Size'im ko'paytirib 2 ga olsak bo'ladi, xohlasanglar 2 barobar kattalashtirib olsanglar bo'ladi, xohlasanglar. Xo'p. Bu ko'paytirish amali sekinroq ishlaydi. Biza xo'p binary operatorlardan foydalansak bo'ladi. To'g'riroq bitwise operatordan. Bundoq qilib. Xo'p, left shift 1 qiladigan bo'lsak, bu size 2 ga ko'paytirishga teng, boyagi narsaga teng. Ya'ni bu narsa size ko'paytirilgan 2 ga teng, faqat tezroq ishlaydi. Xo'p, shunaqa qilib qo'ydim. Items endi qaranglar, bittalab for loop bilan yurib chiqib, ichida for loop bilan yurib chiqib, mana items ichini, mana buni ichini bittalab yurib chiqib,
har bittasini yana qaytib items ichiga joylab chiqsam bo'ladi. Yoki bizada boshqa yo'li ham bor. Bizada Java'ni o'zini erase copy degan, to'g'rirog'i copy of degan metodi bor. Buning ichiga nimani copy qilishini aytasizlar-da. Misol uchun itemsni hammasini copy qilsin va uzunligini berasizlar arrayga. Size'iga teng bo'lsin deymizda. Yana qaytib o'ziga tenglab yuboradigan bo'lsam, buni size o'zgarib qoladi. Ya'ni itemsni size hammasini qanaqa ishlashini bitta chizib beray-da. Xo'p. Bu bitta arrayimiz bor. Mana ichiga 10 ta narsa sig'adi. 10 ta narsa sig'adi. A array deylik. Bu yana boshqa A array ochadi-da, misol uchun. Buning ichiga 20 ta narsa sig'adi. Mana 10 ta narsani hammasini oladi-da, kopiya qilib, bittada bu yoqqa ko'chirib beradi. Hammasini bittada olib beradi. Ya'ni bu native ishlaydi, copy of metodi. Shuni hisobiga men shundan foydalandim. Bu tezroq ishlaydi. Xohlasanglar for loop bilan bitta olib chiqsanglar bo'ladi. Misol uchun birinchi buni ol, keyin buni ol, oxiri 10 ta yurasizlar-da, xullas. 10 marta qilishinglar kerak. Lekin copy of metodini ichiga kiradigan bo'lsanglar, bu copy of metodi bizada system array copy ni ishlatadi. Ko'rasizlar? Ya'ni sistemani ishlatadi. Sistema juda ham tez ishlaydi. Mana ko'radigan bo'lsanglar, bu native metod hisoblanadi. Bu yoqqa kirishinglar shart emas, prosta ko'rsatib ketaman. Ya'ni kopiya qilganingizda juda ham tez ishlaydi mana bu narsa. Xo'p, mana shunaqa qilib yozib qo'ydim. Endi bu istalgancha narsa qo'shib tashsak bo'ladi endi arrayimizga. Faqat ekranga chiqarishi o'zi nima deydi? Bu yoqqa yozib qo'yaman. O'zi texnik jihatdan bu yoqqa yozilmaydi. Umuman array ish emas ekranga chiqarish. Faqat hozir biza o'xshadimi yoki shuni yo'qmi, shuni ko'rish uchun bitta public deymanda void deb, misol uchun print metodini yozib qo'yaman, ekranga chiqarib qo'yaman. Xo'p, xohlagan nominglarni bersanglar bo'ladi. Misol uchun print items deymiz. Misol uchun xo'p, index bo'yicha yurib chiqamiz. For loop yuramiz index bo'yicha. Mana bu indeksga kelgan bo'ladi oxirgi marta misol uchun va ekranga misol uchun itemsni i'sini chiqarib qo'yaman. Kelinglar endi ishlatib ko'ramiz. Mana bitta buni o'chirib tashlasa ham bo'ladi. Bitta o'zimizning arrayni ochib oldim, ko'rdingmi? Bu o'zimizning arrayligini qayerdan bilamiz? Bu yerda misol uchun hop, nima xato bor? Print items deydi. O'zimizning arrayligini qayerdan bilaman? Ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda arrayimiz hech qanaqa bitta package o'zida bo'lgani uchun import ham qilmayapti. Shunda o'zini yozsa ishlab ketadi. Xo'p, ichiga mana boshlang'ich qiymatida 3 ta narsa berdim va 4-narsani ham qo'shdim. O'tgan darsda esingizda bo'lsa, nima deydi? Oddiy arrayda bu xato bergan edi, lekin biz yana arrayda ko'rib ko'ramiz, hozir xato beradimi yoki yo'qmi. Mana ko'radigan bo'lsak, print itemsni bosdim, mana qo'shdim. Ishga tushiradigan bo'lsak, mana hammasini ekranga chiqarib berdi. Xohlasanglar, misol uchun ko'paytirib tashlayman. Mana ko'p qo'shib tashladim, ko'rdinglar? Xo'p, mana hammasini ekranga chiqarib beryapti. Ya'ni arrayimiz sig'ib ketyapti, ko'rasizlar? Juda ham zo'r narsa. Xo'p, endi sizlarning topshirig'inglar bo'ladi. Boya aytganimdek, misol uchun aynan indeksini beraman. Misol uchun 10-da mana shu hop, agar sonli ko'p bo'ladigan bo'lsa, eng birinchisi, misol uchun 40 indeksini topsa, eng birinchisini topish kerak. Hop, misol uchun mana bu yerda 450 bor. 450 ni indeksini topsa, index of metodi bilan, mana bu yerda index of deb yozasizlar-da, 450 ni chiqarsanglar, bundoq sanab chiqadi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Misol uchun indeksi 8 ekan. Shu 8 ni chiqarib berish kerak. Hop, ikkinchi qiladigan ishinglar bizda nima bo'lsin? Ikkinchi qiladigan ishinglar o'chirib yuborish bo'lsin. Misol uchun hop, indeks berasizlar. Misol uchun 8-indeksni bersanglar, 450 ni o'chirib yuborish kerak bo'lsin. Mana shunaqa qilib uyga vazifalar bo'ladi, mashq qilib.
Keyingi narsa, hop, add all degan metodni undan keyingi darsga ko'ramiz, xudo xolasa.